Hozir Aziz akam bilan Olam akam oldilari kelganmiz, ular reklamaga kirib ketishdi. Bizni kelishganimizni ham bilishmaydi. 5-guruh o'quvchilarimiz bilan birgalikda ularning oldilariga borib, shart berib ko'ramiz. Ya'ni kim yaxshi videoga ola oladi. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Ko'nishadimi, ko'nishmaydimi, yog'ini ko'ramiz. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Biz hozir mana Mittavaylarda Aziz akam, Ulug' akam yo'llariga kelamiz. Ko'rib qoldim mana akalarni. Assalomu alaykum, hormatli aka, charchamasizmi? Assalomu alaykum. Sizlar bilan video olib batl qilmoqchimiz. Shunga nima deysizlar? Chista interes bildirmoqchimiz. Biz sizlar sohaga endi kirib kelamiz. Mana ikkalamiz videolarimizni solishtirib ko'ramiz dedi. Kimga yaxshi chiqadi. Vaqt yo'q lekin. Reklamaga qarashmoqchilik gap ketdi. Hech kim bilmayapmiz. Sizlarga kibr deb o'ylayman. Yo'q, keling, ketdilar. Katta to'chkaga berdilar. Hozir iloji. Yo'q, hozir aka reklamadamiz. Hozir xo'jayinlar jahli chiqadi. Qarash o'ram. Shu tursa bo'ladi shunda. Qanaqa yutsa bo'ladi? Qo'l kamera o'chiraylik aka. Noyla to'lami deyman? Ha, Bo'sh deyman. Umuman video olmaymiz dedi. Endi boshladik. Endi. Sizlar bilan birinchimi? Yo'q, o'chib qo'ying. Noto'g'ri ishimiz qoldi. bildim. Kamera o'chib turibdi, ammo siz gapiribsizmi? Urushib ketishayotgan ekan. Qani boramiz. Assalomu alaykum. Aziz aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Ay, ifloslar. Bu bizada 5-guruh o'quvchilarimiz. Bular sizlar bilan tashlashib ko'rishmoqchi. Kim yaxshi video olishi kerak. Uriymi hozir? Sizlar bilan batl qilib ko'rmoqchimiz. Mashinanimi yoki qanaqadir zdaniyani videoga olish kerak. Baxti qo'lam, baxti. Bular yaxshi gap aytdi, sen yaxshi gap. 12-1gacha yurasanlar, bo'shingizga keyin qilamiz. Kalla qo'ying hozir. Xalqqa borsan, noto'g'ri tushunadi. Qaysi biringdan chiqqan fikr? Qo'yaman lekin. Pichoqni tutib bering. Dar bittasi Navriyda. Jaloldan anaqa savur. Bo'ldi, keldilar. Men bu showroom bor. Joyda o'ynaveramiz. Shu qilganing patlaring bilan olsanlar. Men tezda hazillashtirmayman bilan. Yaxshi ushla kadrlarimiz bor, ular qo'yilmaydi endi.